Salom do'stlar, sizlar bilan Loh Gaming. Bugun sizlar bilan modlarimda obzori bo'ladi. Unda boshlaylik. Bitta weapon, old way, captive, hardcore, exchange, basic, one block, basic, anchadan beri o'ynayman. Nagirapsizman 5 ta. Ana ko'rib olishlarim mumkin. Honest, skyblock bor, craftable strukturas bor. Amos ibol update 0.2.0 translate B bor. Shularni qayerdan olishni o'rgatib qo'yaymi? Nima uchun bu kanalga obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Ana YouTube'ga kirasizlar. Menda Wi-Fi'da yo'q bo'lasizlar. Wi-Fi yo'q bo'lasizlar. Bittadan Baxus deb yozasizlar. Baxus. Ana menda yozilgan. Kanalga kirasizlar. Kirgandan keyin ana mashqqa kirasizlar. Mod kanal turash kimga bosasizlar? Ana o'zi kirib qoladi. Ana hashdan topishlari mumkin. Hamma modni. Baxusni kanalida ko'p modlar bor. Yana bitta mod nima kerak bo'lsa Astraluzdan yordam so'raysizlar. Ana Astraluz deb yozasizlar. Yozganlardan keyin mayga kirib ana bitta Telegram turgan bo'lar. Birinchidagini ustiga bosasizlar. Mana mod kanali. Ana shu mod kanali Astraluzda. Yana bitta mod kanal kerak bo'lsa nima? Minecraft modlari 888 mana nimaga kirasizlar? Buning uchun. Ana boru, Zaykboyga kirasizlar. Zaykboy yozasizlar kanalga kirganlardan keyin ana mod kanal turadi. Ana shuni bosasizlar. Ana shu nima? Mod kanali Zaykboyda. Yana bitta mod bor. Easy mods. Uncha ko'p mod yo'q-da, qizig'i. Bo'ldi do'stlar, sizlar bilan xayrlashamiz endi. Bugun sizlar bilan Loh Gaming bo'ldi. Xayr. Keyingi videoda uchrashguncha.